G'azoda tinchlik sulhi kuchga kirdi. Falastin qachon mustaqillikka erishadi? Putin Aliyevga bo'yin egdi. Ozarbayjon-Rossiya munosabatlari endi qanday tus oladi? Assalomu alaykum. Bugun 12-oktyabr yakshanba. AQSh prezidenti Donald Tramp 2025-yil 9-oktyabr kuni Washingtonda keng omma oldida Isroil va Hamas birinchi bosqich bo'yicha kelishuvga erishilgani va urush tugagani haqida e'lon qildi. Garovga olinganlar dushanba yoki seshanba kuni ozod qilinadi. Isroil armiyasi G'azoda ma'lum chiziqgacha ortga chekinadi. Shu hafta oxirida esa AQSh prezidenti Misrga jo'nab ketadi va u yerda tinchlik haqidagi kelishuv va boshqa barcha hujjatlarni imzolashadi. O'z navbatida Isroil hukumatı G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvni ma'qulladi. Benyamin Netanyahu boshchiligidagi Isroil vazirlar mahkamasi bitim uchun ovoz bergan. G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish rejimi rasman kuchga kirdi. Endi Isroil armiyasi G'azo sektori ichida yangi chegara chizig'igacha ortga chekinish kerak bo'ladi. Shundan so'ng sulhning 72 soatlik birinchi bosqichi boshlanadi. Bu vaqt ichida Hamas harakati Isroilning barcha asirlarini ozod qilishi lozim. Bu yangilik G'azo sektorida ham, Isroilda ham katta quvonch bilan kutib olindi. O'z navbatida Hamas ham G'azodagi urush tugaganini e'lon qildi. Harakat vakili G'azodagi urush uzil-kesil yakunlangani haqida va AQSh va vositachi davlatlar Misr, Qatar va Turkiyadan kafolat olinganini aytdi. Shu bilan birga AQSh G'azoda o't ochishni to'xtatish rejimini kuzatish uchun Isroilga harbiylarni yuboradigan bo'lgan. AQSh G'azodagi o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvni kuzatish uchun Isroil hududiga 200 nafargacha amerikalik askarni joylashtirish variantlarini ishlab chiqyapti. Tinchlik sulhining birinchi bosqich shartlariga umumiy tadbirlar kiritilgan. O't ochishni zudlik bilan to'xtatish, hududlarda Isroil qo'shinlarining qisman relokatsiya qilish, gumanitar yo'laklarni ochish va birinchi navbatda 20 nafar isroillik garovga olingan shaxslarni qaytarish evaziga 2000 nafar qamoqdagi g'azoliklarni ozod etish ham shular jumlasidandir. Ma'lum qilishlaricha, Hamas 72 soat ichida 20 tirik isroillikni hamda o'lganlarning jasadlarini Isroilga qaytarishi lozim. Ta'kidlash kerak, G'azoda tinchlik o'rnatilishida Donald Trampning vositachilik roli katta bo'ldi. Tramp prezident sifatida katta diplomatik muvaffaqiyat namoyon qilmoqchi edi. U hatto biz 8-vaziyatda tinchlik o'rnatilishiga erishdik deya bayonot ham berdi. Shuningdek, Tramp tinchlikparvar hamda urushlarni to'xtatuvchi prezident imijini tanlagan edi. G'azodagi tinchlik bu imijga to'la mos kelishi aniq. Trampning tashqi siyosatdagi yutuqlari uni mamlakat ichkarisida ham qo'llab-quvvatlanishini ko'lamini oshirishi kerak va bu amalga oshyapti ham. Hatto Tramp bu kabi tinchlikparvarlik va vositachilik roli uchun tinchlik bo'yicha Nobel mukofotidan ham umid qilgan edi. Dunyoning ko'plab davlatlari yetakchilari ham Trampni Nobel mukofotiga nomzod sifatida ilgari surishdi. Afsuski 2025-yilgi tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti Trampga emas, Venesuelalik muxolifat yetakchisiga Maria Corina Machadoga nasib qildi. Nobel qo'mitasining o'zini oqlab aytishicha, tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga nomzod Isroil va Hamas o'rtasidagi kelishuvdan ancha avval tanlab olingan. Qo'mita o'zining so'nggi majlisini 6-oktyabr kuni o'tkazgan. Xo'sh, mazkur tinchlik sulhi qanchalik samarali bo'lishi mumkin? Tarixdan ham ko'rish mumkinki, bu kabi ko'plab tinchlik kelishuvlari vaqtincha samara bergan xolos. So'nggi 30 yilda Falastindagi 10 ga yaqin tinchlik kelishuvining 8tasi aynan Isroil aybi bilan buzilgan. Har bir yangi muzokaralardan keyin Isroil yanada ko'proq hududlarni bosib olaverdi. Falastinning mustaqil bo'lishiga urinishlarni yo'qqa chiqarish bilan shug'ullandi. Hozir ham Isroil hukumatı Falastin davlati tuzilishiga qarshiligini ochiq aytadi. Isroilning yagona maqsadi Falastin aholisining qarshiligini sindirish va ularga tegishli hududlarni butunlay bosib olish xolos. Turli harbiy diplomatik harakatlar esa shunchaki jahon ahlini chalg'itishdan boshqa narsa emas. Shu kabi tendensiyalardan kelib chiqqan holda prognoz qilish mumkinki, agar Tramp vositachiligidagi ushbu yangi kelishuv amalga oshsa ham, uning barqarorligi 3-6 oydan oshmasligi ham mumkin. Sababi G'azo hududidagi harbiy nazorat va iqtisodiy blokada muammosi hamon yechilmagan. Ammo agar Misr, Qatar va BMT ishtirokidagi xalqaro kafolat mexanizmi yaratilsa, bu uzoq muddatli otash kesimga ham aylanishi ham mumkin. O'tayotgan haftaning yana bir kutilmagan voqeasi Putinning Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev huzurida o'z aybini tan olib uzr so'ragani bo'ldi. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida o'tgan Rossiya Markaziy Osiyo sammiti doirasida kutilmagan bir hodisa yuz berdi. Vladimir Putin Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashib, 2024-yil dekabrda 38 kishi halok bo'lgan Ozarbayjon yo'lovchi samolyoti fojiasida Rossiyaning havo mudofaa tizimi sabab bo'lganini ochiq tan oldi. Putin yetkazilgan zarar uchun tovon to'lanishini ham va'da qilib, bu hodisani xato va sabablarini aniqlash uchun surishtirilishga sabab bo'ladigan fojia deb atadi. Bu qat'iy, biroq aniq ifoda etilgan so'zlar Moskva tomonidan Baku bilan keskinlikni yumshatish va so'nggi oylarda jiddiy inqirozga yuz tutgan munosabatlarni qayta jonlantirishga intilishning ramzi bo'ldi. Dushanbe voqeasi shunchaki diplomatik qadam emas. U 1 yil davomida yig'ilib kelgan
keskinliklar kulminatsiyasi hamdir. Samolyot fojiasidan tortib migratsiya, iqtisodiy manfaatlar va Janubiy Kavkazdagi ta'sir masalalaridan tortib o'zaro da'volargacha bo'lgan jihatlar shularga kiradi. Kremlning deyarli 1 yillik e'tiborsizlik va pisandsizlikdan keyin o'z mas'uliyatini ochiq tan olishga va tovon to'lash haqida gapirishga majbur bo'lishi nodir holat bo'lib, avvalo Aliyevning diplomatik g'alabasini anglatadi. Qolaversa bu Moskva uchun Baku bilan munosabatlarni sovuq holatda qoldirish aynan Moskvaga ko'proq qimmatga tushganligidan darak beradi. Ikki prezident uchrashuvi mintaqaviy sammit doirasida bo'lib o'tdi. Putin va Aliyev yakkama-yakka muzokara o'tkazib, ikki tomonlama munosabatlarni qayta tiklash niyati haqida birgalikda ochiq bayonot berishdi. Asosiy yangilik shundaki, Putin ilk bor omma oldida Rossiyaning havo mudofaa tizimini yo'lovchi samolyot halokatida tasodifan raketa ishlatganini va bu 38 kishining halok bo'lishiga sabab bo'lganini tan oldi hamda tovon to'lanishini va'da qildi. Aliyev esa surishtiruv uchun minnatdorlik bildirdi va munosabatlarni normallashtirishga tayyorligini bildirdi. Uchrashuv savdo, gaz yetkazib berish, logistika va mintaqaviy xavfsizlik sohalarida muloqotni qayta tiklash haqidagi bayonotlar fonida o'tkazildi. Ma'lumki 2024-2025-yillarda Baku va Moskva o'rtasidagi munosabatlarda ko'plab salbiy voqealar yuz berdi. Rossiyada etnik ozarbayjonlarning qo'lga olinishi va bir kishining o'ldirilishi Baku tomonidan tajovuz yoki kamsitish sifatida qabul qilingani bunga sabab bo'ldi. Bu murakkab vaziyatga 2024-yil dekabrdagi yo'lovchi samolyoti halokati ham qo'shildi. Bu esa o'zaro ishonchni butunlay izdan chiqardi. Baku ochiq surishtiruv va tovon puli talab qildi. Moskva esa dastlab mas'uliyatni to'g'ridan-to'g'ri tan olishdan bosh tortdi. Bu munosabatlarni yanada yomonlashtirdi. Shu omillar yig'indisi 2025-yilda ikki davlat munosabatlarini strukturaviy stress bosqichiga olib keldi va deeskalatsiya uchun aniq signallar yubordi. Xo'sh, Putin nega aybini tan olishga majbur bo'ldi? Avvalo bu xalqaro va shaxsiy obro' hamda geosiyosiy va iqtisodiy yo'qotishlarni minimallashtirish ehtiyoji bilan bog'liq. Moskvaning uzoq davom etgan sukuti va surishtiruvni cho'zishi munosabatlarni yanada yomonlashtirdi. Rasmiy tan olish va tovon puli to'lash va'dalarini berishi Rossiya logistikasi va energiya ta'minoti uchun muhim hamkorlik kanallarini tiklash umidi bilan qilingan. Mintaqadagi muvozanat esa Moskva zarariga o'zgarib boryapti. Rossiya sobiq SSSR hududining ayrim qismlarida ta'sirini yo'qotmoqda. Xitoyning kuchayishi, Turkiyaning faolligi, mahalliy faktorlarning ortib borayotgani, AQShning Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarni faollashtirayotgani bunga sabab bo'lyapti. Bu qaysidir ma'noda Rossiyaning rashkini ham keltiryapti. Baku bilan normal munosabatlarni saqlash Moskva uchun nafaqat nufuz, balki amaliy ahamiyatga ega masala hisoblanadi. Qolaversa, Rossiya va Ozarbayjon o'rtasidagi munosabatlarning yomonlashuvi, iqtisodiy sanksiyalar, logistika to'siqlari yoki eng yomon ssenariyda Rossiyaning janubiy chegaralarida mintaqaviy beqarorlikka olib kelishi mumkin edi. Baku bilan tez uchrashuv ushbu xavflarni bir necha barobarga kamaytirishi shubhasiz. Vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tahlillarimiz ana shulardan iborat edi. Keyingi yakshanba kuni uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.